Assalomu alaykum obunachilar. Sharq bozorining arkasında birinci etajda ikki xonalı kvartira chiqdi. Podizlar ham akkuratniy. Girish darvozalarimiz. Otopleniyasi bor. Oyoq tiylari pol. Girishdan chap qo'limizda sanuzeli. Hem bir kafe bo'lib, akkuratniy chiroyli bo'lib turibdi. Bu yerda ayrim jihozlar olib ketiladi, ayrim jihozlari qoladi ekan. Bu yerda kuxnisi, kotyoli bor, gaz plitalari, kukunli mebellari, Ariston bor. Bu yan birinchi xonasi. Bu yandan ko'rsataveramiz. Bu yerda ishq oyoq tendagi g'olisi, spalnisi, konditsioneri, perdalari qoladi. Birinchi etajda gaz, suv, svet muammosi yo'q. Bu yerning ikkinchi xonasi. Bir balkonu, kichkina balkon. Balkondan ishine foydalanadigan ko'tdilar. Hurmatli obunachilar, o'zlaringiz nav qoladi, nav kerak bo'ladi, ashvajlarni o'zlaringiz kelishib olib qolaverasizlar. Kim ishning ajoyib arzon joylar, narx ham arzon, hozir kelishamizdan arzon narxda qo'yib beramiz. Kim joyini sotacak bo'lsa, ijaraga beracak bo'lsa, bemalol telefon nomer qoldiramiz. Shularga bog'laninglar, podpisatsiya etinglar, like bosinglar. Gerek adamlarınıza jo'natib qo'yinglar. Arzon narxda hamma narsa bor berdi. Med universiteti ham yokin, maktab, bog'cha, Sharq bozor dik arkasi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.